Hozirlari ko'chada polirovka keramika bo'lgan mashinani effektini ko'rsatamiz. Bu Monzamiz polniy polirovka keramika qilib berganmiz. Keramikamiz germanskisidan. Xullas o'yinli bo'lgan. Kapotidan osmonni bemalol tomosha qilsa bo'ladi. Zarlarini ko'ringlar, bitta-bitta отдельно ajratib ko'rsatib beryapti. O'yinli bo'lgan. Qop-qora bo'lganki, salqinda, qorong'ida o'ta qop-qora bo'ladi. Kunduzi quyoshda esa o'yinli bo'ladi. Yengil changlari ham o'tirib qolyapti. O'yinli bo'lgan bemalol ko'rinadi. Juda ko'pchilik xonada qorong'i ko'rinadi, effekt zo'r ko'rinadi deydi. Mana tashqarida ko'rinishi. Realniy. Bakichlaridan esa osmonni tomosha qilasizlar. Mana bu original keramikaning effekti deyiladi. Xullas endi yorug'da quyoshda yarmini, salqinda yarmini ko'rsataman. Mana quyoshda oyna bo'lib turibdi. Ana endi esa salqinda qoralik effektini ko'rasizlar. Qop-qora effekt yorug'ga chiqqan sari o'ynay bo'ladi.